Bizda Andijon viloyatimizda, ya'ni maktab 13-maxsus maktab o'quvchilarini 80% tashkil qiladi bu yerga kelganlarni va bizda vystavka qilingan holatda o'quvchilarimiz qo'l mehnati bilan qilingan ishlari bor. Men 13-maxsus maktabni texnologiya o'qituvchisiman. Bizda yo'nalishlarimiz chevarchilik, milliy hunarmandchilik, oshpazlik, duradgorlik yo'nalishlari bor. Bu yerda ko'rib turgan barcha qo'l mehnatlari shu o'quvchilarimiz tomonidan qilingan ishlar. Hozir biz bularni bezab turib, o'zimizni bolalar qilganini ko'rib, o'zimiz ham xursand bo'lyapmiz. Yana bir yo'nalishimiz oshpazlik yo'nalishimizda qilingan ishlar, ya'ni xamir olish tartibidan boshlab, nonni yasash, qanday yasalishi, hajmi, grammlargacha o'rgatilinadi. Hamda biz bu yerga tayyorlab kelgan ishimiz patternimizni shu o'quvchilarimiz bilan birgalikda tayyorlab kelingan ishda olib kelganmiz. Yo'nalishlarimizdan milliy hunarmandchiligimizdan, ya'ni 5-sinfdan boshlab 9-sinfgacha bor bolalar, bolajonlar qilgan ishlarimizdan mana ko'rib olishinglar mumkin. Ustasini biletasida titish. Shu yerga kelishimizga asoschi bo'ldi. Mana necha yildirki shu loyiha bo'lyapti ekan. Bolalarimiz maza qilib kelib, dam olib, chiroyli tadbirlarda o'tkazib ketishyapti. Katta rahmat sizga, Aziz opa. Minnatdormiz hammamiz.